muallifi deyapti, o'zi yo'q. Masalan, men juda ham chuqur ma'noli kitoblarni ham ko'p olib chiqaman-da. Qo'shtirnoq ichidagi ziyoli qatlam bor. Ya'ni sodda tilda yozilgan kitob ham aslida shunaqa gaplar beryapti. Metafizikalar haqida, falsafa haqida. Sizga qiziqib oldim shu kitobni, lekin Mana shunaqa asarlarni o'qishimiz kerak deb shularda aytadi. kecha ham o'qidim shunaqani. Bolalik bu tush. Shirin tush. Assalomu alaykum. Alaykum. Sizlar axiri ko'rishdik. Axiri shuncha janjal, shuncha bahs va oxiri Yig'ildikmi? yig'ildik. Ko'pchilik kutib turuvdi deyman bu uchrashuvni. Chunki baribir ancha shov-shuv bo'ldi. Faqat shu 3 kishida bor kitob degan ma'noda, ko'pchilik hasad degan ma'noda. Ochiq men xursand bo'ldim bundan. Aynan bunaqa kitoblar trend bo'layotganini boshqasini men oldin ko'rmaganman, uchratmaganman va ko'pchilik bu narsaga e'tibor qaratib, haqiqatan haligi turli xil kommentarlarni yozayotganda xursand bo'ldim men. Nimaga, ya'ni egoizm jihatidan emas, haqiqatan ham kitoblarga yoshlar qiziqyapti va kimdirga qarab turib, masalan, kuzatib kitob o'qish xohlayotgani qanaqadir yutuq deb o'yladim. Kechasi aynan bu bahs boshlanib ketdi. Shahzodkam men birinchi anaqa bular qo'yibdilar Instagramga video Binafsha shulasi ikkinchi qismidan birinchi bo'lib mendan ko'rdinglar videoni deb qo'ydi. Lekin bahs yo'q, hali ijtimoiy yo'q. Men videoni ko'raman. Birinchi? Qanaqa birinchi? O'zlariga ham aytib o'tirmadim. Shunday stories oldim, video oldim. Qanaqa birinchi videoni qo'yasiz Shahzodka? Undan oldin men qo'yib bo'lganman-ku, Binafsha shulasidan iqtibos etib, birinchi iqtibos etgan men bo'laman hozir. Lekin men o'zimning gapimni to'g'riligini isbotlab bera olaman, chunki men nima deb qo'ydim o'sha postda? Binafsha shulasi kitobidan birinchi post qo'ygan odam menman dedim. To'g'rimi? Nimaga? Men kitobdan qo'ydim, qo'limda kitob bilan. Siz tarjima qilayotgan ekansiz, qog'ozdan o'qib berdingiz. Abdurahmon nima qilgansiz? Ekrandan o'qib berdingiz. Ekrandan o'qib ham bermaganlar eng qizig'i. Binafsha shulasi 2 chiqyapti-ya, xudo xolasa. Murod aka, tarjimalar deb ko'rsatdim. Tayyor emas. Birinchi chiqishlarning ikkisi ham bor ekan deganlarni bo'lishi mumkin-da. Hamma o'zicha haqda bu joyda so'z o'yini bo'lgan. O'sha so'ziga e'tibor berish kerak. Men kitobni o'zidan degan ma'noda gapirgandim. Sizlar o'zingizlarga olibsizlar. Lekin men haqidim bu yoqda. Shuni masalan Binafsha shulasi kitobi bilan birga desami, yozayotganda kitobi bilan birinchi videomi. Lekin Abdurahmon aka yomon qo'shildilar. Biz boshqa ma'no umuman boshqa gap, boshqa bahslashyapsizlar. Mana qo'shib qo'ya qolaylik. Yo, yaxshi bo'ldi. Ko'rdim anaqalarni, kommentariyalarni, odamlarning gaplarini, ancha qiziq, odamlar yoqib bahs. Kitoblarga qiziqayotganlari bu katta narsa va bunaqa narsada men o'zimga ham taalluqli gap, sizlarga ham shuni aytaman, to'xtab qolmasligimiz kerak va kitoblarning targ'ibotida kuchli bo'lishimiz kerak-da, to'xtab qolmay, qancha mehnat kerak bo'lsa, shuncha mehnatga rozi bo'lib turib berishimiz kerak. Kitoblarni targ'ib qilayotganimizning o'zi, kitoblarni trend darajasiga olib chiqayotganimizning o'zi biz uchun katta yutuq deb o'yladim-da men. Va bu narsa to'xtab qolmasligimiz kerak haqiqatan ham. Shu narsani qayta-qayta aytayapman, sababi har xil turli xil bo'lmagan narsalar trend bo'layotganda biz yomon ish qilmayapmiz degan, ya'ni bir gapimiz bor-da, ya'ni nima bo'ladi, bir fragmentimiz yoki bir qanaqadir misolimiz bor. Shuning uchun kuchli bo'lishimiz kerak akalar. To'g'ri, hozir faxshga yetish oson bo'lgan zamonda, hozir qattiq qarasangiz, hamma davlatdan masalan TikToklar nimaga taqiqlandi? Mana bunaqa narsalar ko'payib ketgani uchun, yoshlarning tarbiyasi buzilib ketayotgani uchun ko'p davlatlarda masalan taqiqlangan, hatto Instagramni ham taqiqlashyapti-da ba'zi davlatlarda. Chunki zamon shunaqa har xil narsalar chiqib ketdi, oldin yo'q bo'lgan yoki biz ko'rmaganmiz o narsalar. Hammasiga sababchi masalan ijtimoiy tarmoqlar, Instagram deymiz, TikTok. Mana shunaqa paytda kitoblarning trend bo'lishi albatta yaxshi. Chunki biz baribir o'ynab raqs trend qilganimiz yo'q-da, qo'pol qilib aytganda. Ilmni, ma'rifatni, hattoki u bitta oddiy ertak bo'lgan taqdirda ham ertakni hamma o'qishga qiziqsa, qaysidir raqsni o'rganib, men ham ertaga mana shu videosini qilaman degandan ko'ra ancha taqqoslab bo'lmaydigan darajada manfaatli deb o'ylayman. O'zi aslida yaxshi bo'ldi, men ham xursandman. Nimaga? Chunki orada bitta shunaqa bilsanglar period bo'ldi, kitobga qiziqish yo'qolib qoldi yoshlarning orasida, kitob o'qimay, kitob qiziqishi yo'qolib. Lekin xursandman, oxirgi payt, mana shu deyarli oxirgi 1-2 yilda ancha o'zgarish sezildi. Ancha kitobxonlar orasida kitobxonlar oilasi ham kengayib, faqat shu yerda boya aytdingiz-ku, biz shu narsa bizga fragment, bizni nima deydi?
mana shunda to'xtab qolmasligimiz kerak degan ma'noda gapirdingiz-ku. Shunda o'ylab qoldim, hozir ozgina ko'ngil xira qiladigan narsalar bor biz tarafdan. Bizda masalan shu yaxshi niyatda qilmoqchi bo'lgan ishimizni ham bir xil ko'romiy yoki noto'g'ri yo'lga solib, noto'g'ri fikr qilib, noto'g'ri tushuntirib qotgan odamlar bor. Nima haqida gapirayotganimni tushundingiz? Tushungandayman. Tushungandaysiz. Oxirgi payt chiqdi, ya'ni bizni qovus ichida etib, kitoblarni to'g'ri reklama qilinglar, to'g'ri tavsiya beringlar. Sizlarning orqanglardan. Aynan men bu narsalarni ko'p uchratdim va bu narsaga unaqa katta e'tibor bermadim. Sababi ular bizni tushunmayapti, tushunishni xohlamayapti. Yoki bilmadim yana nima deb gumon qilsak bo'ladi. O'zi gumon qilishimiz ham noto'g'ri ular haqida. Bizni tushuntirishga harakat qilib qo'yishimiz kerak baribir. Avvalambor siz aytganingizdek, biz har xil qanaqadir qalang-qasangi trendlarni yoki boshqalarni qilayotganimizdan ko'ra, kitoblarni trend darajasiga olib chiqayotganimizga bizga dushman bo'ladigan odam ham xursand bo'lish kerak emasmi o'zi aslida deysizda, jonisizmi? Kitob trend bo'lyapti-ku. Ya'ni yoshlar kitobga qiziqyapti-yu, bu ozmuncha harakat qilmadingda bu uchun. Shunaqa. Jonisizmi? Ya'ni kitob blogerlari chiqishi, book blogerlar chiqishi, book bloger degan narsa oxirgi payt juda ko'p eshitilyapti. Bu oldin masalan aytganimizdek 2 yil oldin eshitmagan gaplarimiz edi. Noto'g'ri gapiryapmanmi yoki? Va bu narsalarni ham qanaqadir shundan ham tirnoqning ichidan kir qidirib, boshqa qarab qilayotgan odamlarni endi nima desa bo'ladi? Turli xil masalan shu Binafsha Shu'lasining kitobiga ham har xil gaplar bo'lyapti. Masalan, men o'zim eshitganlarimdan bittasi, aynan men huquqiy jihatidan ko'p eshitdim. Muallifi deyapti, o'zi yo'q. Usoma Muslim. Usoma Muslimni o'zi yo'q odam, o'ylab topilgan u odam deyapti. Men eng qizig'i bir odam bilan uchrashganimizda ham shu gapni aytganda menga. Usoma Muslim yo'q odam-ku, o'ylab topgansizlar deyapti. Qayerdan o'ylab topamiz? Ya'ni bitta asarni muallifini o'ylab topadigan bo'lsak, u yaxshi asar bo'ladigan bo'lsa, odam ichi qoraroq bo'lsa o'zini ismini qo'yib qo'yadi-da. U qanaqa qilib turib bir shaxsni ismini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Usoma Muslim degan odamni Wikipediyada ham qidirsanglar, bu bitta emas, ko'plab asarlari bor uni. Masalan, juda ham yaxshi yozadigan mualliflar sifatida men ko'raman. Aynan shu Binafsha Shu'lasining kitobi bilan biz uni tanidik. Boshqa asarlari ham bor, arab tilida juda ham qiziq asarlari bor. Ko'pincha shu fantastikaga qiziqadigan odam-da-ku. O'zini qanaqadir dunyosi bor asarlarni o'qisa, masalan, Binafsha Shu'lasida ham-da, bir narsalar qilgisi kelib qoladi-da. Shunaqa yozuvchi inson u. Haqiqatdan dunyoda bor, ya'ni tirik hozir mualliflardan. Yosh deganimizda ham juda ham katta yoshlik emas, o'rta yoshlik. Juda ham yosh emas, o'rta yoshdagi insonlardan. Endi yana ba'zi kommentariyalarni ko'rdik. Agar shu yozuvchi bor bo'lsa ham, undan ruxsat olinmagan. Ya'ni tarjima qilishga muallifning huquqi yo'q. Olinmagan deyilgan kommentariyalarni ham ko'rdik. Birinchidan endi men oddiy kitobxon sifatida qaraydigan bo'lsam, bu narsa meni yelkamga tushadigan narsa emas. Buni targ'ib qilishda, masalan, qaysidir kitob menga yoqsa, men deylik undan mualliflik huquqi olinganmi yo'qmi menga qorong'u bo'ladi. U narsa masalan nashriyotlarning, mas'ul shaxslarning vazifasi. Lekin bu narsalar masalan siz ochiqlabsiz bu narsalarni bor deyildi. Masalan, shartnomalar olingan. Men o'zim aynan Falaq nashrida bu narsalarni talab qilganligimdan keyin ko'rsatilgan menga shartnomalar Binafsha Shu'lasining birinchi qismiga ham, ikkinchi qismiga ham muallifi boshqa kitoblariga ham shartnomalar olishga harakat qilishyapti men tushunishim bo'yicha. Haqiqatan olingan, muallifning o'zi ham, nashriyot ham, arab tilidagi nashriyot ham bu narsaga ruxsat bergan. Bizda bunaqa gaplar nimaga o'zi chiqqanligini birinchi gaplashib olsak bo'ladi. Bozorda juda ham ko'p asarlarni haqiqatdan ham mualliflik huquqini olmasdan turib chiqarib yuborganlar ko'p. Buni kitobchilar bo'lsin, nashriyotlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin juda ham yaxshi bilishadi. Va shunaqa gaplar borligidan balki bu kitobga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa gaplar bu kitobda ham shunaqa bo'lishi mumkin yoki shunaqa degan gapni chiqarib yuborgan bo'lishlari mumkin. Lekin umuman unaqa emas, chunki Falaq nashr bilamiz, bozorga, aynan kitob bozoriga yoki umuman nashriyotlar orasiga, nashriyotlar orasidagi bozorga juda katta masshtab bilan kirib keldi. Bunda biz ham hissamiz katta deb o'ylayman. Rahmat avvalambor hammamizga. Va bu bozorga katta kirib kelganimizda tabiiyki bu yerda har xil insonlar bor bozorda. Yaxshilari ham bo'lgan sari yomonlari ham bor. Ko'ra olmaydiganlari ham bor. Turli xil gaplar chiqaradiganlar ham yo'q emas. Hamma ham to'g'ri qabul qilmaydi. Hamma ham to'g'ri qabul qilmaydi. Balki o'zi mualliflik huquq olmasdan turib kitob chiqarayotganlar ko'ra olmaganligidan shu gapni aytgan degan xulosa ham bor-da menda.
Men shunaqa odamlarni eshitdim, o'zi mualliflik huquqiga amal qilmaydigan odam sizlar ham olmagansizlar-ku deydi. Hamma ham sizmi degim keldi. Yo'q, unaqa emas. Mana shartnomalar deb ko'rsatgan joyim bo'ldi. Shunaqa shartnomalari bor. Xolisinglar o'sha men beraman. Mana shu yerda ko'rsatsak bo'ladi. chiqarsak bo'ladi. Va oxirgi payt menda kommentariyada ko'p kuzatilayotgan narsa, men ochig'i hayron bo'ldim bu narsadan. Ya'ni hozirgi eng trendda ketayotgan narsa va bizga ko'pchilik hasad qilyapti degan narsa bu Binafsha Shurasi 2. Bir kun kommentariya kelyapti. Mana shu Binafsha Shurasi 2 ni birinchi va ikkinchi qism to'plami deb sotuvga chiqqan ilovada. Men hayron qoldim ochiq, qanaqasiga odamlar shunchalik aldashga tayyormi? Ya'ni eng qizig'i uni 14 ta odam sotib olgan. Mana shu to'plami Binafsha Shurasi birinchi, ikkinchi qism deganini sotib olgan. Menga kommentariyaga yozishyapti, qanaqa bu, nima bu, chiqdimi o'zi degan narsalar qilishyapti. Yo'q dedim, ishonmanglar, bu podkast ham xudo xohlasa taqdimotgacha chiqadi. Ya'ni bunday paytlarda faqat nashriyot va o'sha nashriyotlar bilan ishlaydigan ishonchli odamlarga ishonish kerak deb o'ylayman. Agar har kimga ham hozir kitobxonlar ishonadigan bo'lsa va bu narsalarga kuzatmaydigan, ya'ni kuzatuvi past bo'ladigan bo'lsa, nafaqat yo'q kitob sotib oladi, balki nashriyotga katta zarar tegadigan soxta kitoblarni ham sotib oladi. Bizda yaxshi kitoblar o'qish rivojlanyapti, kitobxonlarning soni ko'payyapti. Masalan, davlat miqyosida yoki davlatning o'zini tashabbusi bilan ham har xil masalan taqdimotlar yoki masalan kitoblarga qiziqtiradigan loyihalar bor. Masalan, mutolaaga o'xshagan yoki shunga o'xshagan turli xil loyihalar. Va kitoblarni o'qishga qiziqtirish rivojlanayotgani bu zo'r. Endi kitobxonlar bizga ham taalluqli masala shuki, biz ham endi kitobni tanlashda saviyamizni kuchaytirishimiz kerak. Qanaqa kitob o'qiyotganimizni, kim muallifi, nima mavzuda ko'tarilgan, u mavzu menga keraklimi o'zi aslida, menga taalluqli mavzu ko'tarilganmi yoki umumiy mavzumi, shu masalalarni oldin aniqlashtirib olishimiz kerak. Va kitoblarni sifatiga ham diqqat qaratishga o'rganishimiz kerak. Masalan, men o'zim tan beradiganim va bunaqa sifatni men ko'rmaganim, bu shu yerda ishlayman, shu tashkilotda ishlayman, shuning uchun buni gapirib Falaq nashrini maqtamoqchi emasman, lekin sifat darajasida ham juda ham yaxshilanib boryapti. Kitoblarning sifati. O'sha rasmlar bo'layotganiga muqovalari deylik, uni sahifalari bormi deylik, uni o'sha shriftlari bormi, yozilishi, hammasi juda ham diqqat bilan qilingan. O'zgacha e'tibor qaratadi, lekin ya'ni hattoki matnlarni hazm qilish ham, matnlarni o'qish ham juda ham oson. Kitoblarning shunaqa sifatlari ham bor, shu taraflari ham sifatlari bor. Va oxirgi paytda o'sha Binafsha Shurasini birinchi qismida ham masalan trend bo'lib zo'r sotuv bo'lgandan keyin qaldoblar mana fake kitoblarni chiqaryapti. Fake'larni ko'rgan bo'lsangiz juda ham sifatsiz kitoblar. Va aynan shunaqa do'konlar ham borki, hattoki sifatsiz kitob sotadi, kopiya kitoblar sotadi, umuman nima desa bo'ladi, fake kitoblar sotadi. Internetda qayerdadir PDF chiqib ketgan bo'ladi, darrov borib nashriyotga zakaz berib, muallif tursin, u yoqda huquq tursin, sifat tursin, boshqa tursin, printerda chiqardi nima, shunaqa nashriyotda borib chiqarib sotadi. Bu haqiqiy qalloblik, bir qo'pol qilib aytganda insofsizlik, isqirtlik shu bo'ladi deb o'ylayman. Va eng yomon tarafi, uzr Abdurahmon aka, gapingiz bo'ldim. O'zi bilmagan holatda, bilar bilmas holatda kitobxonlar ham shu ishga ozgina aralashib qo'yadi deb o'ylayman. Bunda ham boya aytganimda yaxshi gumon qilishimiz kerak. Kitobxonlar hali balki o'sha sifat darajasida ajratish hali rivojlanmaganligidan shundir. Buni qayta ta'kidlayotganimiz, masalan, Binafsha Shurasining ikkinchisida ham bosh sahifaga yozib qo'yishganda men xursand bo'ldim. Mashina bitta aniq qilsak bo'ladimi? Kichkina sumkadan kitobni berib yubor. Bitta ko'rsatib ketaylik. Seyfda saqlamayapsizmi kitob? Seyfda saqlash kerak-a? Hali chiqmaganda. Qani, Shamsiz aka? O'sha bu fake emasmi? Fake aralashtirib qo'yishdimi deydilar. Do'stlar, mana qo'limda Binafsha Shurasi ikkinchi qismini original nusxasi turibdi va muqovalarda ham hattoki ajratib olsa bo'ladi, bilasizmi? Bunda o'sha o'zingiz ko'rsating. Muqovasida ham shunaqa sifatda qilingan, hozir eslolmayapman. Ya'ni mana orqa tomonida, o'sha orqa tomonida nimasi bor edi? Mana nima deyilardi? Xo'p, mana bu o'zini falaq degan yozuvlari bor, bunda qilsangiz ko'rinadi. Ha, mana. Ya'ni falaq yozuvlari bor. Va undan keyin ozgina mana ustida yurg'izsangiz, ozgina bo'rtib chiqqan. Mana. O'sha originalligini bilsak bo'ladigan momentlari bor. Oldin dollarlarni tekshirardik, hozir qaranglar qanaqa jarayonga keldik, qanaqa bir vaqtga keldik, kitoblarni shunaqa tekshiryapmiz, originalmi yo'qmi. Bu haqiqatan ham xursand qiladigan narsa-da. O'sha rivojlanayotgan narsasi o'sha bosh sahifasida shu etib ketilganligi. Hurmatli kitobxon, bu original versiyasi. Agar bu original versiyasini qo'lingizda kopiyasi turgan bo'lsa, skaner qiling, ko'rib olasiz.
original emasmi. Va buni rivojlanayotganligi haqiqatan bizni xursand qiladi. Va kitobxonlar ham уже bu narsani o'rganish kerak. Shunaqa. Ya'ni bora bu narsani bilib, o'rganib, tushunish kerak. O'zi aslida bir insonni kommentariyasi endi baribir shunaqa kitobxonlar ham bo'ladi orada. Kelganda endi sal arzonroq bo'lsa bizga o'sha yaxshi-ku, ichida baribir bir xil ma'lumot, bir xil narsa degan narsa yozilib keladi. O'shanda hayron qolgandim. To'g'risi, o'zi aslida kitobxonlik bu madaniyatda. Kitobxonlik, madaniyat, kitobxonlik odamlar, madaniyat odamlari, madaniyat odamlariga bunaqa narsa yarashmaydi deb o'ylayman. Aynan. To'g'ri. Kitobxonlik. Uzr gapingiz bo'ldim. Bir tomondan ular ham haq aslida, chunki endi o'zimiz ham baribir talaba bo'lganmiz. Kimdir masalan puli yetmasligi mumkin. To'g'ri. Bir tomondan haq, lekin bu to'g'ri emas. Haq, lekin to'g'ri emas. Nimaga? Chunki bu narsaga birovni haqqi desak ham bo'ladi. Ya'ni muallifdan huquqni sotib olish uchun, tarjima qilish, chop ettirish huquqini sotib olish uchun juda ham katta mablag' sarflanar ekan. Men shu narsani ichiga kirib bilgandan keyin tushunib yetdim. Juda ham katta pul sarflanar ekan. Undan tashqari bu kitob holatiga yetib kelguncha ancha jamoa ishlar ekan. Ya'ni chop ettirishda muharrirlar deymizmi, tarjimon deymizmi, o'z mualliflik huquq sotib olishdan tashqari. Shunaqa. Shuncha narsani puliga sotib olgandan keyin kimdir uni fake qilib chiqarib yuboradi. Mana eng qizig'i, mana hozir binafshulasning birinchi qismi soxtalar chiqdi, soxtalar yana chiqardi, hamma o'shani sotib oldi, ko'pchilik odam sotib oldi. Undan keyin Falaq nashr nima qilishga harakat qildi? Mana hozir ko'rsatganimizdek, bunaqa o'zini falaq yozuvlari va bo'rtib chiqqan narsalar, bular ham aslida nima desam ekan? Juda katta mablag' talab qiladi-da. Mashlarsiz ham chiqarsa arzonroq bo'ladi. Arzonroq nima deydi? Kitob chiqadi va kitobxonlarga ham shu arzonroq narsa sotiladi. Lekin buni iloji qolmadi. Falaq nashrda soxtasidan ajratishga harakat qilishdi va mana shunaqa narsa chiqarishdi. Va ana endi bunda o'ylab qarasa, birinchi qismidagi soxtalarga yordam berayotgan o'sha qo'pol qilib aytmaylik, mayli. O'zi bilar bilmas holatda o'sha soxta kitoblarni sotib olgan odamlar mana endi bu kitobni sal yana masalan deylik 5-10 ming qimmatlashishiga sabab bo'ldi-da. Ya'ni o'sha soxta kitob chiqarishi, soxta kitob bo'lishi. Chunki agar soxta kitob bo'lmaganda bunga bunaqa narsalar qilish hojati yo'q edi, bo'rtib chiqish, boshqa narsalar. Lekin baribir bu narsa bu muammoni bartaraf etirilishiga juda katta hissa qo'shmaydi deb o'ylayman. Chunki original kitobni qanchalik ustiga yoki boshqa joyga ishlov bergan bilan baribir o'sha puli yetmagan odam yoki puldan tejamoqchi bo'lgan odam oq-qora qilib chiqarib qo'ysa ham o'shani sotib olmoqchi bo'ladi. Ichi baribir bir xil degan ma'noda. Bu nima uchun qilindi? Bu o'sha odamlarni ogoh qilib qo'yish uchun. Ya'ni qaysi tomondan aytishimiz kerak biz ularga to'g'ri variantni? Aytdim-ku, ular baribir o'zi uchun haq, chunki puli yetganini qiladi, hamma cho'ntagini ko'targanini qiladi degan gap bor. Bu narsa boyagi fake qilib chiqaradiganlarni aslo to'xtatmasligi mumkin. Lekin kitobxonni o'zini o'zgartirishga harakat qilishimiz kerak biz. Boyagi narsa mana obunachilarning o'zi aytsin, ko'rayotganlarning o'zi birovni shuncha pul sarflagan mehnatini shunchaki tekindan o'g'irlab sotib yuborish qanchalik to'g'ri? Agar shuni to'g'ri deydigan odamlar bo'lsa, ko'rib turib ham o'sha fake kitoblarni sotib olishadi. Agar yo'q, noto'g'ri deydigan bo'lsa, men sotib olganim bilan hech nima o'zgarib qolmaydi degan narsadan sal chetlashish kerak. Chunki bunga sherik bo'lgan bo'ladi. Agar hech kim olmasa ularning fake kitobini, ular o'z-o'zidan keyingi safarlar chiqarmaydi. Shunaqa, mana Abdurahmon aka aytganlaridek, yaxshi gumonda bo'lgan holda to'g'risini aytsak, bunday o'ylab qarasa, biz kitobxonlik olamida soxta kitobni ajrata olmay va soxta kitob chiqishi, o'sha kitobga aldanib qolishi, bunday o'ylab qarasa, katta miqdorda aldanib qolishi endi meni ko'zim tushdi. Hozir bizda imkoniyatlar bor soxta kitob bilan original kitobni ajratib olishga. Chunki soxta kitoblar tabiiy ravishda juda ham sifati past, o'sha siz aytganingizdek, arzon sotaman deb turib, o'ta sifatsiz darajada qoladi. Uni hattoki sahifalari ham o'qiy oladigan darajada sifatli bo'la olmaydi. U balki sog'liqqa ham zarar, ko'zingizga ham zarar bo'ladi uni sahifalari yoki varroqlari. Kitoblarning o'zi varroqlariga ham hattoki detalni e'tibor beriladigan narsa-da. Chunki Falaq nashr esimda bor, birinchi qismi haqida gapiraman, ikkinchi qismi haqida uncha ma'lumotga ega emasman, aynan shriftlari va joylashishi bo'yicha. O'shanda Falaq nashrdagi ustozimiz Domla G'iyosiddin aka aytgandilar, ya'ni har bitta betda qatorlari 50 tami? Shunaqa degandilar. Har bitta sanalgan, har bitta. Qancha? 12 ta deb eshitmaganmi? 12 ta emas? Yo'q, 12 ta. Qatori o'zi. Va bu tomonlama ham, u tomonlama ham anaqalar qoldirishi, probellar qoldirishi, o'rta va birinchi qator, ikkinchi qator o'rtasidagi probellar qoldirishi ham aynan kitobxonlarning ko'zi, kitobxonlarning o'sha bemalol o'qishi va tezroq o'qishiga qarab chiqarilgan deb eshitgandim. Chunki men ham dublyajda ishlayman. Dublyajda ko'p, masalan, deylik,
bunday o'ylab qarasa, audio kitob qilayotgan tarzimizda ham biz soatlab o'tiramiz. Soatlab Kirill alifbosida o'qib o'tiramiz. Ana o'sha vaqtda bizga juda zo'r va явный bilinadi, ya'ni uni qanaqa shriftda ishlangani, qanaqa qiyinchilikda, qanaqa osonchilikda o'qish mumkinligi. Nima deysiz bu gapga? Yo'q, bu o'zi kitob bo'yicha aytiladigan bo'lsa, sifati boshqasi juda ham boya aytganimdek yuqori sifatda qilingan, juda ham katta mutaxassislarni kerak bo'lsa katta mablag'ga ishlatib bo'lsa ham qildirishyapti Falaq nashrda. Va buni aynan noshirlar, nashriyotdagilar, konkurentlar demaylik endi shu yo'nalishdagi insonlar Falaq nashriyotini sifatini, kitoblarini biladi, tushunadi va bu narsalar katta summaga bo'layotganligini ham biladi. Bozorda deylik, masalan, o'sha shriftlarda, boshqalarda sahifalash o'zi qancha bo'lsa, Falaq nashri qanchaga qildirayotganligini bozordagilar juda yaxshi bo'ladi. Va kitoblarni sifatini yaxshilab turib, narxlar arzon chiqayotganligini ham biladi. Tushunishmayapti, zararga qilyaptimi, foydaga qilyaptimi? Hattoki shu darajada ham bozorda ixtilof bor. Men hozir Shahzod akam yuqorida ko'targan mavzusiga qaytmoqchiman. O'sha fake kitob chiqarayotganlar arzonga qildirayotganligi haqida. Siz aytganingizdek, bu o'ta bir qanaqadir ixtilofli masala-da, ya'ni o'rtadagi masala. Talaba to'g'ri, o'zicha haq va to'g'ri va nima dedingiz? Haq lekin noto'g'ri ish qiladi. Haq lekin noto'g'ri ish qilyapti. Bu yerda bitta masala ketadi-da. Niyat to'g'ri bo'lib turib, amal noto'g'ri bo'lishi. Ya'ni aynan shu masala ko'tarilyapti. O'zi haq, lekin noto'g'ri ish. Tushunasizmi? U haq deganda nima? U talaba sharoiti og'irroq bo'lishi mumkin, yaxshi bo'lmasligi mumkin. Unga haqiqatan kitob o'qimoqchi, arzon kitob borib sota olmoqchi. Tushunasizmi? Va bu paytda u to'g'ri ish qilyaptimi? O'zicha to'g'ri ish qilyapti. To'g'riman deb o'ylayapti. Lekin u yoqda noto'g'ri ish qilayotganligini o'zi ko'p holatlarda tushunmaydi. Noto'g'ri joyga investitsiya kitob sotib olish bu investitsiya sifatida qabul qilishimiz kerak. Noto'g'ri joyga investitsiya qilayotganini ham biz bilishimiz kerak. Shu o'rinda bitta hikoyani eslab o'tmoqchiman. O'g'rimi? Yo'q, boshqa hikoya. Boshqa hikoya. Men niyat to'g'ri. Yo'q, nimaga? Yo'q, o'g'ri emas. Niyat to'g'ri, lekin amal noto'g'riligi haqida bitta hikoya bor. Bir kuni bir uyda ustozimiz aytib bergandi, juda ham bir yaxshi odam. Bir kun bir uyda olov yonayotgan ekan, pojar bo'layotgan ekan. Ichida bir odam qolib ketgan ekan. Ikkita jo'rasi kelayotgan ekanda, mana bu uyda o'rtog'imiz turardi, yonib ketayotgan bo'lishi mumkin. Kirib ko'raylik-chi deydi. Shuna kirib ko'rsa, haqiqatan uy yonyapti. Ana yonib ketyapti. Ana meni do'stini olib chiqib olish kerak. Yur ketdi deydi, uyga kirib qarasa yonyapti. Bir payt lapatkani olib, urib o'chirgan. Olov og'aynisi yonib ketyapti dedi. Lapatkani urib o'chirgan. Keyin bir narsa qilib skoriy chaqirib doktorga berib yuborishgan. Doktorga borishganda shu yonayotganlarni o'zini yo'lechasi bo'ladi-yu. O'shdan do'stini qidirsa, bir payt do'sti yo'q. Qidirib yuribdi do'stini. Men do'stim yonib ketgandi. Jarohatlari bor edi. Qani do'stim, nima bo'ldi deb xavotirlanib so'rasa, ismi familiyasini aytsa, u travmatologiyada yotgan ekan u. Hamma joyi singan, boshqa qilgan, mana shunaqa yotibdi. Niyati to'g'ri, olovni o'chirish. Niyati to'g'ri edi, lekin amali haqiqatan noto'g'ri-da uni. Shuning uchun bu yerda ham xuddi shu masala ketadi. Niyati to'g'ri, lekin amal noto'g'ri. U pul tikyapman deb, arzonga sotyapman deb turib, jinoyatlarga balki sherik bo'layotgandir. Haqiqatan o'zi jinoyatga sherik bo'lyapti. Huquq, o'sha mualliflik huquqini buzyapti birinchi o'chakda. Juda ham ko'p, masalan, o'sha yana fake kitoblarga pul tikishga investitsiya kirityapti. Tushunasizmi? Bu yerda katta jinoyatlarga yo'l ochib beryapti kitobxon sifatida. O'sha narsani sotib olib. Men shu narsalarda juda e'tiborli bo'lib qoldim. Kommentariyalarda ko'pchilik masalan qaysidir kitobdan jumla tashlaydigan bo'lsam, kommentariyada PDF bormi deb so'rashadi birinchi. Bunaqalar oldingidan ko'ra ancha kamaydi, lekin endi kitobxonlar ko'pchilik xabardor bo'lmaydi bu narsalardan. So'raganlarni ham aybdor hisoblamayman, chunki ular o'zi oldindan shu narsaga o'rganganda, ko'pchilik o'zimiz ham oldin PDF kitob o'qiganmiz. Men shu narsada juda ehtiyotkor bo'lib qoldim, chunki men bu rostdan ham bu sotuvga qanaqa ta'sir qilishi, shuncha investitsiya qilib turib, masalan, bitta kitobni chiqarish uchun deylik, aytaylik masalan 100 million sotish huquqini olish uchun deylik, shunaqa pul ketadigan bo'lsa, uni kimdir tekinga tarqatib yuborsa, hamma o'sha PDFdan o'qib qo'ya qolsa, shuncha chiqargan xarajatlari, sarflagan xarajatlarini qoplamasa, u odam, u nashriyot keyingi safar kitob chiqarishda o'ylanib qoladi. Oxiri borib
ba'zi nashriyotlar yopilib ketganini ham eshitganman-da. Aynan. Shundan keyin kommentariyada men shunaqa kommentariya ko'rsam javob berib qo'yaman. Bu noqonuniy narsa, bu mualliflik huquqiga zid. Masalan, kimdir buni orqasida mehnat qilgan, tarjima qilgan, ularning haqqichi degan narsani yozib qo'yaman erinmasdan. Lekin ancha kam aytirish. Yo'q, bora yaxshilanyapti, bu yaxshi narsa va shu yoqda men yangi mavzuni ochmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda men juda ham ko'p uchradim, aynan bu kitobga nisbatan ham yoki bundan oldingi o'sha birinchi qismiga ham nisbatan boshqa adabiyotlarga ham. Mana masalan bu arab adabiyotidan bizga yangilik bo'lyapti. Arab dunyosida nafaqat diniy mazmundagi kitoblar mazmunli va sifatli va yaxshi yozilgan diniy mazmundagi. Endi fantastik jihatdan ham arab mamlakatlarida, ya'ni Birlashgan Arab Mamlakatlari bo'lsin, u Saudiya, Misr, o'sha Kuvaytda yoki boshqa shu yoqdagi mualliflar ham fantaziya jihatidan juda ham yaxshi asarlar yozadi degan mazmunda bu asarlar kirib kelyapti bizga. Masalan deylik, shaxmat ustidagi qotillikni o'qiganmisiz? Juda ham masalan qiziqarli o'sha detektiv qilib yozilgan asarlardan. Yo masalan Interestda masalan shunga o'xshagan arab ya'ni mualliflardan bizga kirib kelyapti ularning dunyosi va ular juda ham qiziq yozadi. Va men o'zim yoqtiradigan hozir mana arab mamlakatlari bo'lyapti mualliflardan va turk adabiyotlari. Men o'zim juda ham sevib o'qiydigan asarlar bu turk adabiyotidan va arab adabiyotidan. Shuni ham endi ba'zi bir men juda ham bir nimasi bo'ladi, hid qiladiganim qo'shtirnoq ichidagi ziyoli qatlam bor. Ular bu asarlarni yomonlashishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Sariq adabiyot deb, qora adabiyot, oq adabiyot, pushti adabiyot deb har xil ranglarni qo'yib shunaqa adabiyotlar deydi. Va o'zlarini ziyoli qatlamman deb hisoblashadi. Ana o'sha ziyoli qatlamdan so'rasangiz, "Xo'p, sen bu asarlarni shunaqa har xil rangda aytyapsan, mana shunaqa asar ekan deb. Sen o'zing qanaqa kitoblarni yoshlar o'qisin deb so'rasangiz, sizga turli xil qanaqadir katta saviyadagi bir metafizikalar haqida, falsafa haqida, psixologiyalarni eng katta pog'onasidagi asarlarni yoki qanaqadir katta mualliflarni falsafiy kitoblarni sizga aytishni boshlaydi. Shunaqa asarlarni o'qiylikmi desangiz, "Ha, mana shunaqa asarlarni o'qishimiz kerak" deb shularni aytadi. Vaholanki u asarlarni o'zi ham yaxshi fahmlay olmaydi. Nima deyilayotganini o'zi ham yaxshi tushunmaydi. Qo'y baraka topkur, sen o'zing yaxshi tushuna olmayapsan bu asarlarni. Sen hozir endi yosh kitobxonga bu asarlarni bersang, ularni shu o'qishga, shuni qiziqtirishga harakat qilsang, hali kitobxon bu narsadan sovib qoladi deb tushuntirishga harakat qilsangiz, u fahmi yetmaydi bu narsaga deb o'ylab qolyapman-da oxirgi paytda. Masalan, men juda ham chuqur ma'noli kitoblarni ham ko'p olib chiqaman-da, e'tibor bergan bo'lsanglar. Lekin mana shunaqa paytlarga kelganda ular o'zini fikrini bildirmaydi. Juda ham chuqur ma'noli kitoblarni olib chiqasiz. Bu ba'zilarga og'irlik qilsachi, o'qiy olmasachi degan narsa olib chiqmaydi. Men ataylab izohlarni ko'rib chiqaman. Obunachilar, sizga qiziq oldim shu kitobni, lekin hali tushunishga yoshlik qilar ekanman deb yozgan. Kecha ham o'qidim shunaqa. Men ularga bunaqa yuqori saviyadagi kitoblarni doimiy shunaqa kitoblarni targ'ib qiladigan bo'lsam, ular olib ko'rsa, rostdan ham tushunmasa, endi hamma kitob ham oson emas, ilmiy ommabop kitoblar ham bor. Ularni tipida bo'lmasa, masalan, kimgadir qora choy yoqadi, kimgadir qahva yoqadi, kimgadir ko'k choy, hammani didi bor-da. Kimdir boshqa narsadan zavq oladi. Agar kimdir u qiyin mazmundagi, ya'ni ichidan tagidagi falsafiy ma'nolarni olib o'qisa maza qiladigan odam bo'lsa, hamma uni yo'lidan yurishga majbur emasdi. Aynan. Nimaga masalan, hammaga mos kelmaydigan kitoblarni gapirganimda, masalan, qiyin mazmundagi, lekin o'sha yuqori darajali insonlar o'qisa, rostdan ham maza qiladigan kitoblarni gapirganda bizcha demadi. Boshqalar. Bizchi bu osonroq saviyadagi kitoblar. Masalan, kitob faqatgina falsafa uchun o'qilmaydi-da. Undan hissiyot olish uchun. Hissiyot olish uchun. Masalan, men umuman o'qimagan kitoblarimni tanlashda nimaga e'tibor beraman? Borib turib birinchi navbatda baribir nomi bilan ustki tashqi ko'rinishi, dizayni e'tibor tortadi. Ichidagi to'g'ri asosiysi, lekin birinchi ko'zga nima tashlanadi? Nomi bilan tashqi ko'rinishi. Keyin uni qo'lga olasiz. Ko'pchilik nomiga qarab yoki ustki dizayniga qarab turib aldanib qolganlar ham bor. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, hech qachon trendga qarab kitob olmaydi. Ya'ni men o'zim kitoblarni trend qilib targ'ib qilishga yordam beraman, lekin trendga aldanib kitob olmaydi. Men shu narsani aytaman. Nima qilish kerak? Odam, aqlli odam trendni ko'rish kerak oxirigacha. Rostdan ham shuni ichida bo'lish kerak, yashash kerak. Lekin kitob sotib olganda borib, u odam masalan, Binafsha sholasi shuncha targ'ib qilindi. Borib turib Binafsha sholasi 2 borim bor. Bering deb olib ketmaslik kerak uni. Oling, qo'lingizga oling, mana berib yuboring kitob. Mana do'konda borasizda, olasiz.
buni usti yoqdimi? Yoqdi. Shuncha ko'rdingiz ustini. Endi ichini ham bunday rejalari bo'ladi bu kitoblarni. Ko'ring, rostdan ham siz tepingizdami, yoshingizga to'g'ri keladimi, mosmi? Men to'g'risi do'konga bitta kitob olgani kirsam, 1-2 minutda olib chiqib ketmayman, shoshilib turmagan bo'lsam. Uni o'qib ko'raman. Bu yoqdan bu yoqdan o'qib ko'rish taqiqlanmagan. Do'konchilar ham haydab yubormasa kerak. O'qimang bu yoqda deb. So'zlari sizga to'g'ri kelyaptimi? Sizga qanaqadir manfaat beradimi yoki qiziqtirdimi? Shuncha videolarni ko'rdingiz, targ'ibotini ko'rdingiz, u tomonlari sizga to'g'ri kelgandir. Lekin o'zidan nimadir ola olishingizni u yoq-bu-yoqni qarasangiz, bunday rejalarni qarasangiz, saviyangizga to'g'ri keladimi yo'qmi bilasiz menimcha. Buni katta shov-shuv qilib tashlash kerak emas. Shuning uchun endi o'sha aytayotganlarga gapim, faqat ularni darajasiga to'g'ri keladigan kitoblarni olib chiqsak boshqalarchi. Mana shu kitob orqasidan nechta odamlar menga kommentariy yozdi. Shu kitobni men 3 soatmi, 4 soatda o'qib bo'ldim, orqasidan 20 ta kitob o'qidim. Birinchi qismi adashmasam fevralda chiqqan edi. Hayron qoldim. Men o'zim ham masalan matematika ustoziman-da, asli kasbim matematik. Shu o'zim o'quvchilarimga ham mana shu kitob tavsiya qilganim ko'rib, Instagramdan ko'rib turib o'qishdi. Ustoz dedi, bundan keyin men 10 ta kitob o'qidim dedi. Bu manfaatli emasmi? Aynan shu yo'nalishdadir balki hamma o'qigan kitoblar, lekin odam qancha ko'p kitob o'qigandan keyin sal murakkablashtirib boradi. Birdaniga metafizikalar haqida kitob o'qiyapti. Aynan o'sha gapingiz bo'ldim, aytib yurmaysiz. Ilm ham shunaqa olinadi o'zi aslida. O'sha zinapoyaga o'xshaydi. Birinchi bir zinapoyani darrov masalan 1-sinfdan 9-sinf masalasini o'qimaydi-ku. Birinchi, ikkinchi sinf bo'ladi. Kitobxonlikda ham xuddi shunaqa o'sha birinchi, ikkinchi sinfda sekin-sekin o'sha zinapoyadan chiqadi. Va kitob tanlashda ham siz juda ham to'g'ri aytdingiz. O'sha birinchi navbatda uni odobi nima mavzuda o'zi? Nima kitob o'qimoqchi o'zi? Shuni ko'rish kerak. Muallif bilan tanishish degan narsa bizda juda yo'qolib ketgan narsa. Shunaqa xabarlar borki, kimdan ilm olayotganingni qara. To'g'ri olsam, noto'g'ri olsam. Birinchi aslida o'zi kimdan ilm olayotganimizni ko'rishimiz kerak. Masalan, Usomon Muslim kim odam o'zi? Nima kitoblar yozgan? Yo'nalishi nima? Nima ish qiladi o'zi? O'zini yo'nalishiga taalluqli mavzuda kitob yozganmi yo'qmi? Shuni tekshirishimiz kerak birinchi avval. O'zini taalluqli mavzusida, o'ziga oid, o'zini mutaxassisligi bo'yicha, muallifligi bo'yicha kitob yozibdi degan xabarni o'qisak, deyarli bu kitobga ishonsak bo'ladi. Kitob mavzusini ko'rishimiz kerak birinchi navbatda. O'sha siz aytganingizdek, muallif nazarda tutgan, ya'ni muallif yo'naltirgan auditoriya bor-da, har bitta muallif o'zini yo'naltirgan auditoriyasi bor kitobida. O'sha auditoriyaga biz tushamizmi, yo'qmi degan savolni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Juda ko'pchilik kitoblarni hid qiladi-yu, ahamiyat beradigan bo'lsa-da, o'ziga taalluqli masalani o'qimagan bo'ladi-da, boshqa mavzuni o'qigan bo'ladi. Ana kitob yoqmagan bo'ladi-da, unga yomonlab yuradi. Buni bu adashish. Va o'sha yuqoridagi mavzuga qaytsak, qo'shtirnoq ichidagi ziyoli qatlam. Ular mana masalan bu kabi adabiyotlarni nima deb ataydi? Bu deydi sariq adabiyot deydi, bu sayoz yozilgan, saviyasiz yozilgan, o'ta past darajada yozilgan. Mana shunaqa qilib hid qilib ketib qoladi. Sen sayoz deyotgan narsang deyman-da. Sayoz deyotgan narsang sodda tilda yozilgan asarlarmi shunda? Sodda tilda, ya'ni odamlarga tushunarli qilib yozilgan asarlarni sen sariq adabiyot deyapsanmi? Shunda deb o'rtaga savol qo'yishimiz kerak. To'g'ri. O'sha masalan shu kitoblarni o'qiydigan darajaga yetib kelguncha o'zi necha yil kitob o'qigan, nechta kitob o'qigan. Masalan, hozir endi kitobga mana bitta kitob tavsiya qilingki, men kitobga qiziqay degan kommentariy menga juda ham ko'p yoziladi. Men unga nima deyishim kerak? Qaysi kitobni aytishim kerakki, Aristotelani o'qi deyish kerak. Bor. Aristotelani, Aristotellarni masalan o'shalarni o'qish. Shunaqa falsafalarni aytsam, ularga masalan qiziq bo'lmaydi. Ba'zi kitoblarni o'zim ham tushunmasligim mumkin masalan. Chunki u kitoblarni o'qiydigan darajagacha boshqa kitoblarni o'qib yetib borish kerak-da. Hozir matematik tilda aytadigan bo'lsam, ular 10 yillab matematika o'qib magistraturadan tugatganda matematikadan. Keyin bu yoqda matematika kursiga endi borayotgan bolalarni ko'rib, endi shu tenglamalardan boshlaysanmi, mana hosila va integrallashtiribdi deganda-da. Bu nima endi bu? U darajaga oldin chiqish kerak odam. Mana eng qizig'i, menda yana bitta shunaqa sal shu mavzuga kiradigan gap bor edi. Ya'ni qanaqa deydigan bo'lsak, men xabarim bor va men o'zimdan ham so'ragan va o'zim bergan kitoblarim bor, ya'ni yosh katta insonlar. Binafsh shularsiga buvijonlarimiz ham, bobojonlarimiz ham masalan, men o'zim bobom ham qiziqib o'qidilar. Va eng qizig'i nimaga? Bobom masalan siz aytgandek, hozir masalan yoshlar katta bo'ladigan bo'lsa, 80 yosh deylik, bobom. Shu vaqtgacha qanaqa kitob o'qiganlar? Masalan, ilmiy ommabop kitoblar ham o'qiganlar, falsafasi katta bo'lgan kitoblar ham o'qiganlar. Chunki hayotni bosib o'tganlar va tushunadilar. Falsafalari, ya'ni aqllari yetadi masalan kitoblarga. Lekin Binafsh shulasini olib, birinchi qismini o'qib, maza qilib o'qib, birinchi kuni Binafsh shulasini tugatgan paytlari, "Men bunaqa bo'lar ekan, bitta qiz bo'lar ekan, o'sha hayotga kirib, mana shunaqa qilib aytib beryaptilar."
Bu nimadan bu? U men o'sha kitobdan mana bunaqa narsalar oldim. Ibrat shuni hayotingda mana bunaqa qilib qo'llagan demayaptilar. Ular hissiyotlarni aytib beradi, emotsiyalarni aytib beradilar va masalan aytmoqchi bo'lganim, mayli 50 yosh yoki 40 yosh, 30 yosh olib o'qidi Binafsha shulasini. 3 soatda tugatdi. Ha 3 soatda nima qilarding? Hayotda kitoblar juda ko'p. Juda ko'p. Mana Binafsha shulasini o'qiding, bo'ldi. Agar o'qisang, o'qimasang nima bo'lardi? Yoki o'qisang nima bo'lardi? Bundan keyin boshqa kitob oldi, qo'lingga olib o'qi. Seni cheklab qo'ygani yo'q. 3 soatda olib o'qiding Binafsha shulasini, bo'ldi. To'g'ri? Va shunaqa deb va masalan shular o'sha qo'shtirnoq ichidagi ziyoli qatlam yomonlayotgan asarlar shunaqa asarlar, ya'ni sodda tilda yozilgan, emotsiya insonga beradigan va nima bo'ladi? Sodda tilda bir tushunasiz. Masalan siz aytganingizdek, men ham katta asarlardan darsliklarim bor-da. Ba'zida ustozlar bilan o'tirib yig'ilib darsliklar qilamiz, o'sha kitoblarni bahslashamiz, suhbatlashamiz, muallif nimani nazarda tutayotgan. Ular juda katta asarlar. Men u asarlarni aytsam, o'zim ba'zida tushuna olmayman. Menga ustoz kerak bo'ladi u asarlarni menga tushuntirish uchun. Men endi u o'qiyotgan asarlarimni auditoriyamga tavsiya bersam, toming bilan urushib qolganmisan deydi menga. Qanaqa kitoblar o'qib yuribsan deydi menga. Chunki u asarlarni tushunish uchun bizga vaqtlar kerak. Masalan, Ibn Haldunning asarlarini tushunish uchun juda trend bo'ldi bizda, masalan, Ibn Haldunning asarlari. O'sha asarni ko'pchilik trendga aldanib olib o'qiy olmadi. Tushuna olmadi. Sababi bizni masalan men u kitobni bir 2 yil, 3 yil oldin ustoz bilan dars qilganman-da. Ibn Haldun nimani nazarda tutgan, nimani aytayapti o'zi, nimani nazarda tutib gapiryapti. Ularni fahmlash uchun bizga 1 soat dars qilinadi. 4 ta jumlani 1 soat dars qilganimizni eslayman men. Shuncha vaqtimiz ketgan. Endi u katta. Ziyoli qatlam shunaqa asarlarni o'qi deyapti-da. Yo to'xtang. Biz bu asarlar, shu kabi asarlarni o'qisak, yoshlarni kitobxonlikdan uzoqlashtirib qo'yamiz. Masalan, vaqti bilan shunaqa katta asarlar darslik qilsam, vaqti bilan shu kabi kitoblarni bir qator o'qib chiqaman masalan. Bir kunda bir 3-4 soat vaqtimni olib, ozgina emotsiya uchun o'qib chiqaman. Dopamin sifatida menga bu xizmat qiladi. Va bu kabi asarlarda bizni fahmlashimiz kerak, tushunishimiz kerak. Masalan, o'tgan kunlar ham vaqtida sodda tilda yozilgan kitob bo'lgan. Uni o'tgan kunlarda ham vaqtida o'sha yozilgan paytida o'sha vaqt uchun hid qilgan odamlar bo'lgan. O'tgan kunlar asarlar. Shuncha yil o'tib bizga u qay darajada o'ta bir saviyali katta kitobga aylandi masalan. O'tgan kunlar asari. O'tgan kunlar desa kimdir o'qimaganman o'tgan kunlarda. Birinchi roman-da biz uchun o'zbek romanchiligi. Kimdir o'tgan kunlarda o'qimaganman desa, u hid qilinadigan insonda, ya'ni yomonlanadigan inson. Nima qilib yuribsan o'zi bu dunyoda deydigan inson. Bu darajasiga kelib qoldi o'tgan kunlarda o'qimagan inson. Va endi bu kabi asarlar sodda tilda yozilgan asarlar bizga ham xuddi shunaqa sifatida xizmat qiladi. Sodda tilda yozilgan, ichida qanaqadir hikoya bo'lishi mumkin. Masalan, men turk mualliflarda juda ko'p uchratganman shu narsani. Oddiy bir hayotda bo'lib o'tgan voqea bo'ladi, lekin ichida kerak bo'lsa siyosat bo'ladi. Kerak bo'lsa qadriyatlarga oid qattiq gaplar bo'ladi. Kerak bo'lsa muhim qoidalar yozilgan bo'ladi. Hayotiy qoidalar yozilgan bo'ladi. Katta falsafiy kitobni 4 ta jumla bilan tushuntirib qo'yadigan asarlar bo'ladi. Aynan masalan Binafsha shulasida ham ikkinchi qismi birinchisidan juda o'ta bir yaxshi ekan. Menga juda ta'sirliroq ekan. Ta'sirli va ichida juda ham foyda oladigan momentlar ko'p. Tushunasizmi? O'sha aynan jumlalardan, ya'ni filosofiyani ayni nazarda tutgan masalalarni olsak bo'ladi. Sodda yozilgan. Nima demoqchiman? Gapimni qisqaroq qilay. Sodda tilda yozilgan asarlarni biz hid qilishimiz kerak emas. Chunki biz uni hazm qilishimiz oson. Ya'ni dopamin sifatida bizga xizmat qilaversin, turaversin. Va nimaga hozir o'zbek yosh mualliflari yoki o'zbek mualliflari umuman ko'zga ko'rinmay qoldi yoki yo'q bo'lib qoldi? Shu kabi qo'shtirnoq ichidagi ziyoli qatlam bularni hid qilishga o'tib oldi. Hid qilaveradi, yomonlayveradi. Sen bunaqa kitob yozasan. Hamma Abdulla Qahhor kutadi-da. Bora o'sha mualliflarni yo'q qiladi. Tushunasizmi? Ularning ham ichida motivatsiyasi so'nib qoladi. Bir kun yaqinda bo'lib o'tgan narsa 4-5 kun bo'lib qoldi. Biz do'konda o'tiribman. Aytib berishyapti. Bir yosh qiz kitobxonligiga qiziqar ekan, o'zi ham kitob yozishga qiziqar ekanda, kelib bir do'konchiga aytibdi. Men kitob chiqaruvdim. Shu kitobimni sotib beringlar desa, "A, bo'pti, qo'yib qo'yamiz" debdi. Boshqa bir do'konga borib turib shunaqa desa, kitobimni sotib bermoqchiman desa, "Men sizga bir gap aytaymi" debdi. Kitob sotuvchi aytayapti. Madaniyatli odam deb qaraydigan insonning gapini qaranglar. Men sizga bir marketing yo'lini aytaman deyapti. Keling shunaqa qilamiz deyapti. Mana siz asaringiz deyapti hozir juda ham bir u ham falsafiy qanaqadir yaxshi asar yozgan ekan. Qiziqarli asar, ya'ni hikoyaga o'xshagan, falsafiy shunaqa. Bitta narsa aytaman sizga. Hozir siz o'zingizni ismi, familiyangiz bilan kitobingizni qo'yib qo'ysangiz, juda ko'p odamlar o'zbek mualliflariga qiziqmaydi deyapti. Nima qilamiz aytaymi deb. Ismingizni olib tashlaymiz-da, chet ellik muallifning ismini qo'yib qo'yamiz deb. O'shanda kitobingiz zo'r sotiladi deb.
yosh va u yozuvchi qizni kitobini rosa hit qilishibdi. Sen bunaqa asarda unaqa yozibsan, hech kim o'qimaydi deb hit. Bora uni motivatsiyasi tushib ketadi-da, tushunamsizmi? Uni shijoati tushib ketib qoladi, qiziqishlari o'lib ketib qoladi. Bizi o'sha ziyoli qatlam, sen shunaqa insonlarni yomonlayapsan, hit qilaveryapsan, bora ularni so'ndirib qo'yyapsan. Tushunamsan? Shunaqa. Nimaga bu kabi asarlar trend bo'lyapti? Sodda tilda yozilganligi uchun deyman, nima? Sen aytayotgan kitoblarni bora endi boyagi gapingizga uzr bitta qo'shimcha qilib ketay. Endi ba'zi hayterlar bo'lishi mumkin, men ularni juda yaxshi bilganim uchun aytmoqchiman. Nima shu binafsha shulasini o'tgan kunlarga tenglashtirmoqchimisan, solishtirmoqchimisan deb yozadiganlar bo'ladi. Boyagi gapingizga men e'tibor berib turdim-da, siz endi nima demoqchiligingizni tushundim. Endi tushunsa ham mana shunaqa narsa qo'zg'aydiganlar bor-da, shularga ham bir yana ham tushunarliroq qilib o'sha joyini izohlab ketsangiz yaxshiroq bo'lardi. Yo'q, endi o'tgan kunlar tenglashtirib bo'lmaydi boshqa kitoblarni o'tgan kunlarga. Hech ham to'g'ri emas. Men bunaqa narsani nazarda tutdim deb aytmayman. Va shunaqa bo'lyapti deb o'ziga fobiya tug'dirayotganlar, men o'zi shunga tenglashtirib qo'yapman degan o'rtaga savollar qo'yish kerak. Va bizni bu kabi asarlarni u kabi asarlarga tenglashtirishimizni o'zi xato. Shunaqa. Unaqa emas bu. Lekin aytmoqchi bo'layotganim, o'sha davrda o'zida o'tgan kunlar ham shunaqa trend Uni ham tanqid qilishgan. Uni ham tanqid qilishgan. Mana bora vaqt o'tib trend darajasiga chiqib, hattoki endi aytaman, o'qimagan odam uyatli odamda, u o'qimagan kimdir o'qimaganman o'tgan kunlarda desa, tomin joydam deydigan odamda. Bu kabi asarlarda ham yaxshi niyat qilib, unga ishonch bildirsak, qaysidir vaqt o'tib bu kabi asarlar ham vaqtida yoki vaqtlar o'tib trend darajasiga yoki balki o'sha, ya'ni nima deb ko'zga ko'ringan asarlar sifatida ko'riladi. Lekin shunaqa izohlar ham keldi. Masalan, hozir biz o'tgan kunlarni siz aytgandek boshqacha tushunib qolishi mumkin degan ma'noda hozir izohlar berdilar. Lekin agar shu gap aytilmaganda menga shunaqa izohlar ham keldi, kommentariyalar ham keldi. Binafsha shulasini qilgandan ko'ra o'tgan kunlarni qilsalar bo'lmaydimi deydi. Men aytaman. O'tgan kunlar umuman boshqa daraja. Uni bu daraja bilan masalan tenglashtirishga boshqa. U shundoq ham o'qilish kerak bo'lgan asar. Uni o'qinglar. U hayotda masalan kitob bizga muhtoj emas deb aytaman-da. Bu kitobni biz trend qilishimiz yoki biz uni xuddi shunaqa ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqishimiz o'zi u kitob o'zi bizga muhtoj emas. Biz unga emas, u kitob bizga muhtoj emas-da. U kitobni katta ustozlarimizni o'zi masalan podkastlar qilib tushuntirib berayotganlar. Ko'plar uni soyasida ko'tariladi. Aynan. Domlalar va aytaman, biz hozirgi vazifamiz o'tgan kunlar taniqli, hamma biladigan Qodiriy. Juda ajoyib asar, hamma biladi. Biz hozir qaysi tomonlama biz yordam beryapmiz? Bunda o'ylab qarasa, hali kitobxonlar, O'zbekistondagi kitobxonlarni hali tanimagan asarlarni biz ularga tanitishga harakat qilyapmiz. Bir ko'rsatuvga borganda aytgandim, biz xuddiki kutubxona, kichik, onlayn. Ya'ni qanaqa deydigan bo'lsak, bizning profilimizga kirishadi, har xil kitoblar bor. U nima haqida, qanaqa, masalan, Abdurahmon aka, siz aynan kitobni mana shunaqa janrda, mana shunaqa deb izohlab berasiz. Shaxsda aka, siz doimiy Po'lat Alendarda. Emotsiyali joyni endi bitta video qilganga Hozir men Rumiydir deb sen Po'lat Alendarga o'tib ketib qoldim. Hozir Rumiy, hozir ham orada Rumiy tashab turamiz. Po'lat Alendarda ko'p ketdi. Demoqchi bo'lganim, siz iqtiboslardan, to'g'rimi? Va men iloji boricha hayot, o'sha iqtiboslar, kitobdagi iqtiboslar hayotda qaysi tomonlama bizga yordam beradi. Men shuni bobom bilan yoki bir qandaydir dublaj videolar bilan solishtirib ko'rsatib beraman va mana shunday videolardan o'zi ko'rib chiqsa ham bo'ladi. Ya'ni bunda o'ylab qarasa, offlayn kutubxonaga borib kitobni ochib o'qib ko'ringlar deysiz-ku. Biz o'shandan oldingi bitta variantimiz, ya'ni kirib videolarni ko'rib, izohlarni ko'rib, o'sha kitob haqida ozgina tushunchaga ega bo'lishi mumkin va boya aytdilar, sodda tilda yozilgan kitob deb. Va hozir bitta narsani o'qib bermoqchiman. Ya'ni sodda tilda yozilgan kitob ham aslida shunaqa gaplar beryapti. Masalan, siz ham o'z kanalingizga tashladingiz, bu gaplar yoqdi. Ya'ni aytayapti. Bolalik bu tush. Shirin tush. To'g'ri, bolalik birpasda o'tib ketadi, inson ulg'ayadi, lekin bolaga o'xshashdan or qilmaslik kerak. O'zimizcha yosh bolaga o'xshashdan or qilsak, o'zini yosh boladek tutadigan odamlardan yuz o'girsak, bu beg'ubor tuyg'ularni hech qachon qayta his qila olmaymiz. Va yana bir joyda aytayapti, hissiyot hikmatning ofati deydilar. Hissiyotni chetga surib, aqlga ergashish kerak. Va bolasiga aytayapti. Ya'ni u qaysir taraflama ota-onalar bizga mana shu ishni qilishing kerak degan joyida biz nimaga ota-onam bizni tushunmaydi, boshqa narsa degan bo'lsak,
qaysidir taraflama ota-ona haq bo'lishi mumkin. Ota-ona qaysidir taraflama uzoq ko'zlab o'yayotgan bo'lishi mumkin va shu taraflama aytayaptiki, burgutning bolasi uchishni o'rganishi uchun onasi uni inidan turtib, pastga tushirib yuboradi. Shunday qilmasa, polapon bir umr ota-onasining qo'liga qarab, inida o'tiraveradi. Men ham hozir shunday qilyapman deb aytilgan ekan Binafsha Shu'lasi 2-qismida. Ko'ryapsizmi, masalan, juda ham inson tafakkurga chorlaydigan mana shunaqa so'zlar ko'p. Ya'ni jumlalar ko'p. Juda ham ko'p ekan mana shu ikkinchisida. Shuning uchun aytyapman, birinchisidan ko'ra ikkinchisi ko'proq yaxshi. Va birinchi asarni o'zida ham men motivatsiyam shunaqa oshdi birinchi asarni shu targ'ib qilayotganda, bizni bozorga yangi kitobxonlarning sonini ko'paytirganimiz meni xursand qildi. Bozorda kitobxonlarning soni yetarlicha edi, deylik muayyan edi va bu asar orqali, bu asarning birinchisi orqali bizni bozorga yangi kitobxonlarning auditoriyasini olib kirganligimizda o'zi ham katta yutuq deb o'ylayman-da. Va shuni ham qanaqadir ko'ra olmasdan turib bu kitobni hate qilayotganlarni men tushunmayman. Bu nafaqat o'tgan kunlar asarini, balki yaqinda ham bir juda ham hurmat qiladigan kitobxon blogerimni videosini ko'rib qoldim, balki uchratgan bo'lishi mumkin, kimligini aytmaylik. Hazratni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblarini qo'yapti, boshqa asarlarni qo'yapti-da, oxiri Binafsha Shu'lasi chiqsa, shuni o'qiyman dedi. Nimani nazarda tutgan, qora yumor qilyapti. Yo'q, endi uni har taraflama izohlasak bo'ladi. Har taraflama. Kimdir to'g'ri tushunishi mumkin, kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin, kimdir boshqa. Bu yerda pozitsiyani aniq qilishimiz kerak. Neytral bo'lib qolishimizni bu jarayonda biroz noto'g'ri deb o'ylayman. Qaysidir tomondan baribir ular ham haqli tomonlarini ham aytishimiz kerak, to'g'ri. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, Binafsha Shu'lasi birinchi qismini men qo'limga olganimda uni 3 soat 20 minutda adashmasam o'qib chiqdim. Kechqurun shu 12 larda boshlab turib, tugatmaguncha uxlamadim. Bu tomondan qiziqarli, silliq o'qiladi va men Binafsha Shu'lasini o'qigan kitoblarim ichida top 10 taliga bemalol kiritmayman. Chunki soddalik tomondan, chunki undan yuqori turadigan kitoblar ancha ko'p, lekin har bir kitobda saviya jihatdan, qiziqarlilik jihatdan demoqchi emasman. Saviya jihatdan, chunki ancha endi juda ham pallani tarozi pallasini bosadigan kitoblar ko'p, haqiqatan ham ularni haq deyman men. O'sha gapirayotgan blogerlarni ham hammasiga qo'shilaman, lekin ular tangani ikkinchi tomoniga qaramayapti. Bu kitoblarning o'quvchilari qancha? Ya'ni kitob o'qimaydigan odamlarni ham o'qishga qiziqtirgan kitoblar kerak bizga. Birinchi bo'lib men o'zim o'qigan kitobni eslayman. Badiiy kitoblardan Xudoybek To'xtaboyev asarlar. Masalan, o'sha asarlarni hozir o'qisam, hozir ham kulib maza qilib o'qiyman. Lekin o'zimga oladigan narsam deyarli bo'lmaydi. Chunki men undan yuqoriroq saviyadagi kitoblarni o'qib bo'ldim. Hozir masalan kimdir menga Shirin qovullar mamlakatini olib kelib bersa, ana sarguzasht uchun o'qiyman xolosda. O'sha book blogerlar o'zini saviyasi bilan boshqa kitoblarning saviyasi bir xil deb o'ylashi noto'g'ri-da. Masalan. Va bu bir qatorga qo'yishi noto'g'ri. Bir qatorga, aynan bu qatorga qo'yish. Bizni tangani ikkinchi tarafini ko'ra olmayapmiz. Aytganingizdek, bu kitoblar ko'plab auditoriyaga yordam berishi, ko'plab auditoriyaga kerakligini his qila olmayapmiz. Siz aytganingizdek, uni saviyasiga to'g'ri kelmaydi-da, u blogerda yoki book blogerda. Va bu asar menga emas deb turib kontent qiladi-da, uni hamma tushunib oladi. Hamma bizga taalluqli masala deb tushunib oladi. Tushunyapsizmi? Shunaqa muammolar tug'iladi deb o'ylayman. Va bunaqa kitoblarni biz hate qilishimiz kerak emas. Bu kerak va aytaman, vaqti bilan men ham bu kabi asarlarni maza qilish uchun o'qiyman, ya'ni 3-4 soat vaqtimiz ketadi, bir qator emotsiya uchun, bir qanaqadir ya'ni nimasi bo'ladi, bir kichkinagina bir foyda olish uchun, zavq olish uchun o'qiladi. Shu men ham birinchi qismini qo'limga olganimdan keyin bu kitobdan men video qilmas ekanman deb aytdim. Men o'zingizga ham aytdim. 10 ta kitob o'qilsa yoki 9 ta 8 ta kitob o'qilsa, orada 4 ta kitob shunaqa kitob bo'ladi-da menda. Men olib chiqadigan kitoblarni to'g'risi men o'qimasdan kitob reklama qilmayman. Uncha-munchaga. Deyarli umuman qilmayman desa ham bo'ladi. Hammada shunaqa-yu. O'ta shoshilinch darajada bo'ladigan bo'lsa, men astoydil varaqlab chiqib, o'sha varaqlab chiqishimga ham 1 soat vaqt ketadi-da. Rostdan ham arziydimi, yo'qmi qarab chiqib, keyin reklama qilaman. Birinchi qismini video qilmayman degan sababim hali soddaroq tilda yozilgandek tuyuldi menga. Juda ham qiziqarli, lekin soddaroq. Kimdir qanaqadir manfaat ola olmasligicha deb boyagi blogerlar aytgan narsani o'ylaganman. Lekin keyin atrofni kuzatdim-da. Ko'pchilik mana shu kitob haqida juda ham foydali, ya'ni qiziqdim. Bu kitob o'qigandan keyin orqasidan yana kitoblar o'qolmadim. Bir necha soatda o'qib bo'ldim deb. Kitob o'qishga endi nihoyat qiziqdim degan kommentariyalarni o'qidim. Bunaqa kommentariyalar juda ham ko'pligini ko'rdimda. Keyinchalik baribir shu kitobdan video qilar ekanman dedim. Chunki yana ham ko'proq yoyilishni xohladim. Ikkinchi qismi keyin mana uchovimizga berilgandan keyin u yana ham lekin ikkinchi qismi aytganlaridek, meni nazdimda birinchi qismidan ancha ta'sirli, ma'lumotli va
bundoq o'ylab qarasa saviyasi ham oshgan deb o'ylayman Aynan, ikkinchi aynan. qismida. Bu asarda men o'zi tarjimon Murod akam bilan gaplashgandimda, aka, men arab tilidagisini hali ko'rmadim. Ko'rsatganlar mana arab tilidagi shu. Qanaqa ekan bu deganimda, muallif kichkina bir fragmentchani ochib ketay. Bu asarda o'zini endi men fantastik jihatdan ko'proq narsaga egaman degan ma'noda yozgan deb o'qidim. Kuzatgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni fantastika mana shu darajada kuchliki, men shunaqa yoza olaman degan o'rtada narsa bor. Yaxshilab ahamiyat bersanglar va haqiqatan birinchisida men bitta kitobda turli xil dunyolarga fantastik jihatdan sayohat qilinishini ko'rsata oldim. Endi meni fantastik jihatdan boshqacha ham ko'rasizlar deb turib ikkinchi asarda shunaqa qilgan. Ahamiyat bersanglar, hali o'qish jarayonida boshqalardan boshqalar ham ko'radi. Shahzoda o'qish jarayonida hali bu narsalarni Abdurahmon aka aytgan narsalarni bilasiz. Yaqin 2-3 kun tugatasiz. Aha, eshitaman. Shunaqa ekan. Shu joyda ham qo'shib ketdingiz. Va yana bir narsani men aytmoqchiman. Buni kitob do'konlar hid qilishini men tushuna olmadim. Bir kitob do'konlarini ham ko'rdim, yani o'zim ham gaplashib ham ko'rdim. Binafsha shulasini birinchisini ham, ikkinchisini ham hali ikkinchisi chiqmasdan turib hid qilyapti. Nimaga unaqa hid qilyapsiz deb gaplashsam, bu asar deyapti, hamma bilib bilmasdan olib tashlayapti, boshqa qilyapti deb har xil turli xil gaplarni gapiryapti. Asarni haqida hidlarga kirishib ketyapti. Men aytdim, sizga menimcha Falaq nashr Optimga kitob bermayapti-ya desam, yo'q, Optimga ham qiyinlashib ketdi-da deb turib narsa qilib tashlayapti. Boshqa tarafga o'tib ketdi. Asl negizi Falaq nashr ba'zida o'sha Optimga yoki o'sha ulgurji narxda qattiqroq talablar qo'yishi, ba'zida kimdir uyaltirib qo'ysa boshqasi, o'sha o'zlarining masalalariga oid kitob do'konlariga oid talablari uchun kitobni hid qilishga o'tib ketib qolyapti. Bilasizmi? Do'konda bir soat o'tirib gaplashgan bo'lsam, 10 ta odam kelgan bo'lsa, 10 tasi Falaq nashrida kitoblarni olib turib olib ketyapti va qo'shimcha sifatida do'kondagi boshqa kitoblarni ham sotib olyapti-da. Tushunasizmi? Ya'ni kelgan odam Falaq nashri kitobini olmasdan ketmayapti. Falaq nashri kitobiga qo'shimcha sifatida boshqa nashriyotlarni ham kitobini olyapti. Sen rahmating shuni degim keldi-da. Shuni yoniga qo'yib qo'yishadi marketing uchun. Buni olganda bu ham yonida tursin deb turib, bu ham yaxshi. Va eng qizig'i bu onlayn ham ta'sir qilyapti. Ya'ni Instagram masalan hozir Binafshani aytganingizdek tortib ketyapti-ku o'ziga. Boshqa masalan kitoblarni tortib ketyapti yoki uni aytdingiz oldiga qo'yib qo'yishadi. Sun'iy ravishda narxi oshgan. Va buni onlayn ham ko'rsak bo'ladi. Bundoq qarasak, kontentlarga hech e'tibor bergan bo'lsanglar, Binafsh surasi videoda turgan bo'lsa, o'sha video yaxshi prosmotr oladi. Bitta rasmini qo'yishganda ham 1 million prosmotr bo'ldimi? Ikkinchi qismi juda ham xursand qiladi. Qaranglar, masalan, kitoblar trend bo'layotganligi va bu kabi kitoblarni trend qilayotgan insonlarni sizlarda aynan qadrlashimiz kerak. Bu boshqalarga ham taalluqli masala. Kitob blogerlarni qo'llab-quvvatlab, boshqa qilib yordam qilishimiz kerak. Поддерживать deydi-yu rus tilida, ya'ni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qo'llab-quvvatlab. Nimaga? Chunki qayerdadirga bir pamperslarni yoki boshqalarni reklama qilib qanaqadir faxrli odam bo'lgandan ko'ra, madaniyat odami bo'lgandan ko'ra biz shu jamiyatda ichida foydali inson bo'lib turganimizni o'zi katta narsa. Yo'q, madaniyat odami bo'lish. Manfaatliroq deganda bu yoqni. Chunki uni ham baribir o'zini ko'ruvchilari bo'ladi. Endi men bitta narsaga juda ham xursand bo'laman. Izohlar o'qishimiz mumkin yo bo'lmasa bizni shaxsiyimizga xabarlar jo'natishi mumkin odamlar. Juda ham ko'pchilik yoshlar sizni yo'nalishingizda video qilmoqchiman deb turib ko'p yozishadi. Nimaga? Oldin oldi qochdi narsalar yo bo'lmasa o'yin kulgilarni ko'tarilishi oson bo'lar. Hozir e'tibor qaratsak, kitob blogerlarida ham juda ham ko'p obunachilar bor. Ko'rishlar soni yaxshi, daromadlari yaxshi, masalan. Ko'pchilik, endi bu tomonni ham aytishimiz kerak edi. Ko'pchilik shunga ham qiziqadi. Qarasanglar, masalan, bo'lar bo'lmas narsalarni video qilib chiqadigan blogerlar ko'paygandan ko'ra, men saviyali qatnam. Endi ular ham saviyali baribir. Olib chiqadigan narsasiga qarab odam ichiga baho berib bo'lmaydi-yu. Ya'ni saviyali bloglar, mana madaniyatni targ'ib qiladigan, o'zligimizni, qadriyatlarimizni yoki bo'lmasa kitobxonlikni rivojlantiradigan akkauntlar, ya'ni nima deymiz, bloglar kuchaysa, ko'paysa, yoshlar ham o'shalarga havas qilib ketaveradi. Ya'ni qancha ko'p odamlar kitob orqasidan taniqli bo'lsa, ularga o'xshash xuddi shunday. Aynan, bu xursand qiladi odam haqiqatan. Va kitobxonlik oilasi, madaniyatli insonlar ko'payib, biz qaysidir masalan insonlar o'zi aytgan, mana shu blogerlar nima kerak bizni jamiyatga? Haqiqatda bormi qandaydir blogerlar bo'lishi mumkin? Uni foydasi yo'q. Masalan, uni aynan qanaqa
narsalar qilib chiqishi, qanaqa blogda bo'lishi shart emas. Men katta blogerlarni nazarda tutmayapman. Masalan, komediya janrida, satira janrida qiladigan insonlarni nazarda tutmayapman. Chunki ular kerak. Masalan, deylik, shunday insonlar bor, kulgu orqali yetkazib beradi. Satira, komediya bor. Va komediya insonlar kerak. Chunki masalan, kimdirlar keladi ishdan yoki hayotdagi tashvishlardan kelib Instagramga kirgan vaqt ana o'shalarni ko'rish kerak. Lekin shunday narsalar bor Instagramda hozir va eng qizig'i ular bizni jamiyatda o'zbek bo'lib turib, bizni jamiyatimizga sal to'g'ri kelmaydigan kontentlar, narsalar qilishadi. Va o'sha narsalarni, o'sha insonlarni biz masalan oldin 50 ta edik, keyin 100 ta bo'ldik. Hozir masalan deylik 150 tamiz va mana shu qo'llashlar oqibatida, qo'llashlar natijasida ertaga 2000 ta, 3000 ta, nari borsa 5 million odam kitobxon bo'lsa, madaniyatli hayotga kirsa, ular o'z-o'zidan chiqib ketadi bu hayotdan. Ya'ni jamiyatga hech qanaqa foydasi tegmaydigan blogerlar. Va bu subyektiv fikrlaringiz, men bunga bir qator qo'shilaman. Va bir qator qo'shilmaysiz. Ba'zilari bir qator aytib ketish kerak. Umuman olganda shu kitobxonlarni blogerlar boshqalar ko'payayotgani bu haqiqatan xursand bo'ladigan narsa va ularni biz qo'llab-quvvatlashimiz bu nashriyotlar jihatidan bo'lsin, nashriyotlar masalan yoki kitob do'konlari bo'lsin, qo'llab-quvvatlash kerak. Moliyaviy jihatdan bo'lsa, moliyaviy jihatdan o'sha mablag'lar to'lab turib qilib turing, reklama qilib turing, motivatsiya bo'ladi bu. Va bu narsani qilayotganligi insonni xursand qiladi va bo'lish kerak. Va kitobxonni ham motivatsiyasini oshiradi bu. Va sifatli kontentlar ko'payadi, sifatli narsalar, ya'ni ta'limga oid, kitoblarga oid narsalar ko'payishi bu bora-bora shu bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz natijasida yaxshilanadi. Bo'lmasa yaxshilanmaydi. Masalan, bir inson bilan gaplashganimda juda ham meni biroz o'ylantirib qoldi va aytdim ham. Aytibdiki, mana bir ikkita qizlar bor, blogerlar kitoblar beramiz, o'rniga videolar, kontentlar qiladi. Motivatsiya jihatida masalan pul mablag'lar, moliyaviy jihatdan yordamlar berib turasizmi desam, "Ha yo'q, shu kitoblarning o'zi yetadi" deyapti. Bu ishingiz o'zi yetarli emas, to'g'rimi? U kitob o'qish uchun sizga u kitob sotib olmaganligidan sizga o'sha kitobga rozi bo'lib turib olyapti. Siz oyiga qanchadir masalan mablag' berib tursang o'shanga, u motivatsiyasi oshadi-da, senga ko'proq narsa qilib beradi. Yana ham sifatliroq. Yana ham sifatliroq, yaxshiroq narsa qilib beradi. U o'zi ketkazayotgan vaqtiga rozi bo'lib turib qiladi shu narsani. U majburlikdan qilmaydi senga. Hozir sen kitobini berib qo'ygansan, unda mas'uliyat tushadi-da. Tushunamizmi? Men o'qishim kerak degan mas'uliyat tushadi. Bu o'zi majburlikdan qiladi. U rozi bo'lsa o'sha narsaga, "Voy, to'xta, men shu narsaga pul olaman. Keyin o'qiy haqiqatan" deydi, motivatsiya bo'lib turib yaxshi sifatli narsa qilib beradi. Nashriyotlar shu narsaga investitsiya qilishdan qochmasligi kerak. Va bu narsalardan o'zi baquvvat bo'lish kerak, o'zini tayyorlantirish kerak. Men kitobimga shuncha byudjet ajrataman-da, shuncha blogerga beraman. Mayli, o'qisin. Va bu kabi blogerlarni ham hit qilayotganlarni ko'rib, biroz ranjidim men. Bu hozir deyapti targ'ibotchilar chiqib qoldi, umuman kitoblarni reklama qilishni ko'paytirib yuborishdi deyapti. Yaxshi emasmi bu narsa? Yo'q deyapti. Biz xohlamagan kitoblar ham trend bo'lib ketyapti dedi. Biz xohlamagan deb sen men xohlamagan narsani aytganda biz deb turib ro'yxatini qilib bersa o'shalarni qilamiz. Qilma shu narsalarni deyapti. To'xta deyapman. Sen do'koningdagi deyapman, do'koningdagi 80% odam kerak bo'lsa, sen yozib qo'yayotgan bu haftadagi trend bo'lgan kitoblar deb yozayotgan kitoblarni trend qilganlar, do'koningdagi 80% kelayotgan odamlar shu blogerlar sabab bo'ldi. Shu blogerlar trend darajasiga olib chiqib berib, seni kitob do'koningga odam oqimini olib kiryapti. Sendan 1 so'm pul so'ramayapti shu narsaga. Sen rahmating shumi degan odam qarangda shu gapni gapirib. Qanaqa ya'ni odam bu darajada gap gapirishga bir uyatli bo'lmasligi kerak. O'zi aslida uni mana shunday gap gapirgani o'zi uyatli. Faqat ya'ni tangani bu tarafi deymiz-ku, shaxsiyan ko'p gapirganlardek. Qarashimiz kerak. Bu baribir zina chiqadigan narsa-ku. Masalan, birinchi zinaga birinchi qadam bosgan odam uning uchun kitob berilishi juda quvonchli holat. Kitobni sovg'aga kelishi. Chunki men videolarda ko'raman, o'zi ham aytadi. Ya'ni hozir kommentariyalar ham kelgan, qachon menga ham Falaq nashr kitob yuborar ekan sovg'a qilib degan kommentariyalar yo'q emas. Shunaqa videolar bor. Men xursandman Falaq nashrdan shunaqa sovg'a kelganiga. Va o'sha aytganingizdek u vaqt ham keladi. Har bitta narsani o'zini vaqti bor deymiz-ku va u vaqt ham keladi. Natijaga erishgandan keyin, ha, albatta unaqa narsasiz bo'lmaydi. Va ana o'sha motivatsiyalar ham kerak. Demoqchi o'yganimiz umuman olganda bloger bo'lib turib pul topish yoki bloger bo'lib turib umuman bozorda qanaqadir o'ringa ega bo'lish,
bu juda katta narsa o'zi aslida. Insonni xursand qiladigan narsa. Qiyin ham va mehnati ham qiyin. Va shunga harakat qilishimiz kerak umuman olganda va bu narsalar chiqayotganligi, boshqayotganligi odamni xursand qiladi tabii. Shunaqa. Endi albatta qo'llab-quvvatlashda men aytib ketmoqchimanki, ya'ni qo'llab-quvvatlashda bizda faqat blog tomonlama, bizni qo'llab yoki masalan kommentariyalar, bizni kuzatib borish orqali faqat qo'llash emas. Qo'llashlari har xil turlari bor deb o'ylayman. Ya'ni masalan, mana shu sariq adabiyot, sizlar to'g'ri tavsiya qilinglar, sizlar noto'g'ri qilyapsizlar degan odamlarga ularning fikrlari, ya'ni bunday o'ylab qarasa, o'sha qo'llab-quvvatlash ham ularga nisbatan biz haqimizda to'g'ri yondashishlari, yo'q ular mana bizni o'ylab mana shunday tavsiya qilmoqdalar yoki menga masalan binafsha shu'lasi yoqdi va binafsha shu'lasi yoqqani birinchi bo'lib mana shu insonlardan bildim deb qo'llab-quvvatlashlari yoki umuman olganda mana shunday muammolar chiqqanda yoki Falaq nashri eng oxirgi aytganda soxta kitoblarni sotib olmaslik oqibatida ham ular bizga qo'llab-quvvatlash berishlari mumkin. Ya'ni faqat ular blog tomonlama emas, har xil. Demoqchi bo'lganim, qo'ldan kelgancha agar qo'llab-quvvatlansa, tomoshabinlar jihatdan, podpisчиклар va mana shu taraflama biz kengayaveramiz, xalqimiz madaniyatli bo'lib boraveradi va biz nima desak, manfaatli narsalarga qo'l urishga yana ham motivatsiyamiz oshaveradi, qilaveramiz. To'g'ri. Yaxshi narsa yaxshi joyda tugagani yaxshi-da. Xuddi shunday. O'z nuqtasiga olib kelib qo'ydingiz. Endi do'stlar, akalar, xudo xolasa, bu kitobni endi biz o'qidik. Qachon tomoshabinlar o'qiydi degan javobga biz albatta javob beramiz va yaqin kunlarda va ikki og'iz binafsha shu'lasi o'qiganingiz, taassurotingiz va umuman gaplaringiz. Men bu asardan ko'proq nima bo'ladi, biroq buni ham bir saviyasi balandroq deb qo'yay. Haqiqatan shunaqa sababi, aynan ichidagi jumlalar insonni haqiqatan ham tafakkur qilishga undaydigan asar deb bildim. Agar imkon bo'lganida qani bu asarni varroq kerakli joylarini tanlab olib, soatlab bahslashsak bo'ladi o'zi aslida. Shunday. Masalan, o'sha qahramonlarni jumlalarini, so'zlarini-da juda ham katta saviyada aytilgan gaplar. Muallifni balki so'zlardir u. Men shuni o'yladim. Muallif balki qahramon orqali o'zini ideologiyasini, o'zini dunyo qarashlarini bizga yetkazmoqchidir. O'zini gaplarini yetkazmoqchidir. Ichidagi bir dardini yetkazmoqchidir degan tushunchalar keldi-da menga, ya'ni fikrlar keldi. Chunki juda ham bir saviyali, juda ham bir nima bo'ladi, insonni o'yga tortadigan jumlalar yozilgan. Masalan, qarshi bo'lmasanglar kerak bu fikrlarga. Chunki haqiqatan shunaqada. Shunaqa. Men shunaqa deb o'yladim va bu kitobga men shunaqa komment, ya'ni izoh beraman. Juda ajoyib. Shahzod aka, siz nima deysiz? Yakuniy xulosalarni endi umumiy qilib gapiraman. Hattoki bu kitob shunaqa darajaga yetdiki, oxirgi kunlarda endi qo'limizga olganimizda bilsangiz, siz birinchi Telegramga adashmasam, men birinchi sahifasini tashladingiz-da. Birinchi sahifasi qadrli kitobxon degan narsa bor xolos. Ha, anaqani aytibdilar. Bir kun Telegramga aytibman. Agar mana shu narsani qilib bera olsanglar, masalan, deylik, 10 mingta bo'lsa Telegram kanalim. Men birinchi betini общий bet xiralashtirishsiz tashlab yuboraman dedimda, hamma shu narsa bo'ldi, qildik va birinchi betini tashlab yubordim, kitobxonlar, hurmatli kitobxonlar. Yo'riqnomada, o'qish yo'riqnomasi, savollar bo'lsa ham QR-koddan jo'natasiz degan narsalar bor joyini o'zi shunaqa shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Kommentariyani ko'rsangiz 300 tadan ortiq odam yozdi adashmasam-da o'shanga. Shu darajada kitob muhokama qilinyapti. Biz bu narsani xohlaganmiz bir paytlarda. To'g'risi, bu narsani O'zbekistonda kitob o'qish darajasi jahon reytingida 5% nimadirlar degan xabarlar bo'lardi. Qani hozir bitta kitob festivali bo'lsa ham 5000 tadan ko'p odam kelyapti. Bitta joyga-da. O viloyatdan kela olmayotganlarni hisobga olish kerak, vaqti to'g'ri kelmaganlarni hisobga olish kerak. O'sha kimdir ishda paytda, kimdir o'qishda paytda qilingan narsani o'ziga shuncha odam kelishi bu fantastika desa ham bo'ladi. Bu qanaqa tez rivojlanayotganini, kitobxonlik madaniyati qanaqa o'sayotganini bildiradi. Endi binafsha shu'lasiga keladigan bo'lsak, buni atrofida yangi kitobga qiziquvchilarni ham jamlab olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi keyingi kitoblarga ham ular o'tadi, chunki buni o'qib olgandan keyin nima o'qiyman degan savol bo'ladi odamda. Bu albatta ikkinchi qismi birinchi qismidan ko'ra qiziqroq ekan. Chunki kontent qilib, video qilib olib chiqishga arziydigan joylari birinchi qismiga qaraganda ancha ko'p ko'rdim men. Endi kitob hali o'qib tugatganimiz yo'q-ku. Ko'pchilik agar o'qib tugatganim yo'q-ku deydi, men tugatganimiz deydilar, tavba qilib. Endi kamina deganda miz deb gapiriladi-da. Hazillashdim. Xullas, men atayin tugatmayapman. Nimaga deb o'ylaysizlar?
mazali joyini o'tkazib olmang. Tez tugatib qo'ymang. Birinchi asarda menda shunaqa bo'lgandi haqiqatdan ham. Hali qiziq tuyulyapti, men o'zimni tiyganman-da. To'xtab turib esimda bor. Menga Instagramdan yozgandingiz, esimda bor. Men sal anaqa qilib o'qiyapman, men o'zimni tiyib o'qiyapman, chunki emotsiyani tugatib qo'ygim kelmayapti deb aytgandingiz. Menda bor shu go'lsanlar. Men shu birinchi qismini olgan kunim shu kechqurun qo'ydimda oldim, shuni o'qish boshlayman deb o'qib bo'ldim deb qo'ysam, yarim kechasi Abdurahmon yozadilar. Yo'q, o'qib bo'ldingizmi? Men endi nechinchidir betdaman dedilar. Qanaqa ekan deb qiziqib yozadilar-da o'zlari ham. Nimaga? Bu juda ham osonligidan-da. Yomonlaganlar, menga. Yomonlaganman. Saviyasi pastroq olganda o'sha boya aytgan fikrlarni. O'sha haterlarning gapini aytganman. Menda unaqa bo'lmayapti-yu, menda qiziq Menda yaxshi ketadi-yu. O'rtasida g'alati bo'lib ketarmikin deb yana qiziqib ketaman. Lekin ana xuddi siz kutmagan narsa bilan tugaydi degan narsani kutaman, lekin juda ham yoqqan. Lekin haterlarning gapi ozgina to'g'riligini ham aytib qo'yishim kerak-da. O'zim ham to'g'risi juda zo'r yoqtirmaganman, chunki boshqa kitoblarni ham o'qiganman. Bu subyektiv qarash bu. Ha, subyektiv, to'g'ri, shaxsiy fikrimni ochiq aytish kerak bu narsani. Ani deylik, yomon narsa bo'lsa, yomon narsani ham o'ziga yoqmasa ham reklama qilib tashlaydi degan narsalarga men ochiq oydin aytmoqchimanki, yoqmagan degan ma'noda aytmayapman. Hali top asari, top masalan top 15 taligimga kirmas. Lekin buni o'z o'rni bor. Masalan, maktabda qaysi fan eng zo'ri? Shunaqa savol bo'ladi. Qaysi fan eng zo'ri emas, hamma fan kerak, qisman kerak. Masalan, men matematik bo'lganim bilan tarixni bilishim kerak. Men tanlab olmayman, ertaga sen matematikani ko'p o'qiysan, tarixchi aytishi mumkin-da o'z tomonidan. Tarix o'qishing kerak dedi. Menga o'zimga matematika kerak, meni yo'nalishim matematika masalan. Hamma kitobni o'z o'rni bor. Tarixni o'rgatadi, matematikani o'rgatadi-da. Shuningdek, buni ham o'z o'rni bor. Bu ancha-buncha kitobga qiziqmaydigan, hattoki masalan deylik, PUBG o'ynab yurgan yoshlarni ham kitob varaqlab ko'rishga undadi-da. Eng qizig'i menga yigitlar yozganda, hali Kuchinskiy bolalar deydi. Shunaqa bolalar yozganda, "Oka, men shu kitobni o'qib chiqdim, haqiqatan zo'r ekan, yana qanaqa kitoblarni maslahat berasiz?" deb hali ko'chada yuradigan bolalar o'qishga qiziqtirdida shu kitob bilan. Men xursand bo'ldim. Men o'zim keyin tavsiyalar berganman. Bundan keyin men bu kitobni o'qib ko'rdim. Sekin-sekin chiqib olasan saviyaga deb yo'l yo'riq ko'rsatganmiz. Haqiqatan odam xursand qiladi-da. Aytayapman, yangi kitobxonlarning auditoriyasini bizga olib kirib berdi. Yana bitta zo'r tomoni bor. Menga ko'pchilik yozdi. Shu 3 ta odamga berilib xolos. Qancha desangiz beraman. Yaxshi ko'rgan qizim mana shu kitobni xohlaydi. Menga ayolim deb aytdilar. Menga bir kun telefon, aka $1000 qo'limda pul bor. Bitta bering deyapti. Aka, menga ruxsat berilmagan buni sotishga yoki men ichidan hali kontentlar qo'yib turishim kerak, bu narsalarni ulashib turishim kerak. Ya'ni bunaqa qila olmayman. Aka, qatga desangiz olib borib beraman. Bitta bering shu. Ayolim degan menga. Ayolim shu yomon qiziq o'qiyman deyapti. Bunaqa deb uydagi holatini tushuntirib beryapti. Bunaqa bo'lyapti-da. Bunaqa qadrlanishi zo'r narsa-da. Bu odamni bir tarafdan xursand qiladi-da. Akam nomerda akam menda Instagramda-da. Bir kun akam Telegramdan yozadilar, "Ibrat, ana binafshurasi 2 qachon chiqadi? 100 ta odam telefon qiladi" deb yozadilar. Endi akalar qanaqa yozadi? Shunaqa tilda yozadilar-da. Nimaga tinchlik desam, bittasi Banisada ekan, rosa aniq qotdi. Hozir mazam qochib qoladi binafshani o'qmasam deydi. Shu sovg'a qilinadigan darajada qadrlansa, keyin bu kitoblarning o'rni qanaqaligini, u jamiyatda qanaqaligini bildirib qo'yadi-da, to'g'risi. Kitobni qaysi kitobligi keyingi masala, to'g'risi. Birinchi navbatda nima qadrlanayotgan? Men shaxsiy fikrim shunaqa. Aynan o'sha kitob qadrlanyapti. Kitob uchun shuncha, ya'ni ajotaj bo'lyapti. Qo'pol qo'yayotganda. Bu bizni hayratga soladigan narsa emasmi deyman-da. Shundan ham tirnoqning ichidan qirqidirib, qidirish qay darajada inson ichi qora bo'lish kerak qo'pol qo'yayotganda. Shunday. Bir paytlar orzu qilmasmidik, qaniydi kitobxonlar shunaqa saviyada o'tirsak, qaniydi kitobxonlar yig'ilsak, kitobxonlarni qanaqadir mavqega ko'tarishlari, kitobxonlarni katta-katta tadbirlarga chaqirishlari, kitobxonlarga mikrofon berib fikrlaringizni ayting deyishlari. Bu bir paytlar orzu qilardik. Insonlar bir paytlar shu uchun mehnat qilardik, mana endi natijasini ko'ryapmiz. Shunda ham qanaqadir gaplar odamga qattiq ta'sir qilar ekan, ochig'i. Men aynan hozir shu tomoshabinlarga yo'nalmoqchiman. Hozir bizni kuzatib o'tirgan, ya'ni men uchun hozir bilmadim qanchalik, lekin men hozir emotsiyam. Men shu 3 ta kitobxonni podkastini ko'raman, 3 ta kitobxon bilan gaplashaman, xuddiki degandek insonlar hozir shuncha vaqt kirib, mana shu yergacha kirgan insonlarga men shaxsan o'zim nomidan rahmat aytaman va mana shu ham biz uchun qo'llab-quvvatlash. Aynan. Rahmat kattakon. Va eng shirin joyda tugatganimiz yaxshi va yana bir narsani aytmoqchiman. Bizda hozir men aytaymanki, o'zi boya xayrlashmoqchi edik. U bo'lib ketib hozir yana 10 minut gaplashdikmi yo'qmi? Men yuzlanmoqchiman yana bir bor. Mana shu agar podkastimiz yoqqan bo'lsa,
bu ajab emas, haftada bir marta mana shunaqa suhbatlashib tursak va har xil mavzularda, to'g'rimi? To'g'ri. Siz Homila ham yo'qlaysizmi? yozsa, manimcha Moliyaviy tarafli ko'proq qiladi. endi hamma narsa narigi tomondan ham o'ylash kerak-da. Aynan. Yo'q, bitta qaysidir suv ham ichib qo'yaveramiz va orada chaqadim Abdurahmon aka deb. Demak, Go'sht po'shla qilib, azizlar, shunchalik rahmat. Mana shu yergacha bizni kuzatib, mana shu yergacha bizni qo'llab, mana shu yergacha bizga kelganlar uchun va bizga nasib bo'lsa yo'limiz ochiq va bu yo'l ochishida, bu yo'lda biz bilan yelkama-yelka turishda albatta sizlar bunday o'ylab qarasak, qanotlar sizlar biz uchun Aynan. va birga yurganimizda mana shunday O'zbekistonni, vatanimizni va prezidentimiz mana shunday kitobxonlikka juda katta e'tibor qaratyaptilar. Mana shu narsani yanada olg'a surib, vatanni manfaatli qilishda o'z hissamizni qo'shamiz Eng nasib bo'lsa. asosiy rahmat deb aytib qo'ydik, gapingiz bo'lib qo'ydim. Agar bu podkast bo'lmasda, haterlar bo'lmaganda, shunisi ham aytib qo'yaylik. Hamma bir tomonga qarab yursa, podkast qilib buni tushuntirib, izohlab o'tirishi shart emas, chunki hamma bir-birini tushunsa. Haterlarga men rostdan samimiy, chin ko'ngildan o'z rahmatimni aytmoqchiman. Ular ham haq. Ularni men nohaq demayman, faqat izohlab ketishimiz kerak edi. Shu izoh uchun birga uchovimizni jamlagani uchun ham, oqibatli qilgani uchun ham shularga alohida ko'ksimda qo'lim rahmat aytaman. Do'stlar, demak, nasib bo'lsa, mana shu podkastimizni keyingi sonida agar kommentariyalar juda yaxshi fikrlar bilan to'lsa, keyingi sonida ko'rishguncha va bizni mana shu suhbatimiz sizlar uchun foydali, manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Vaqtinglarga rozi bo'linglar. Vaqtinglarga rozi bo'linglar, eng muhimi. Rahmat kattakon. Nima qilamiz? Tugadimi? Tugadimi? Boshqa gap gapirmaymiz.